Siz Amir ismining ortida qanday qadimiy va sirli kuch yotganini bilasizmi? Ular doim o'zini bosiq va kuchli ko'rsatsa-da, ularning qalbida hech kim tushunmaydigan yashirin bir imperiya bor. Amir arab tilidan olingan bo'lib, hukmdor, sarkarda va shahzoda degan chuqur ma'nolarni anglatadi. Bu shunchaki ism emas, bu taqdirga yozilgan muhr. Tarixiy jihatdan bu ism asrlar davomida qonida adolat, sharaf va olomonni o'zidan ergashtira olish qudrati bor insonlargagina berilgan. Amir ismli yigitlarning psixologik portretidagi 3 ta eng noyob xislat. Birinchidan, o'ta kuchli mistik intuitsiya. Ular sizning yolg'oningizni bir nigohingizdanoq o'qiydi. Ikkinchidan, ular hayot zarbalarida aslo sinmaydi. Qancha chuqur yiqilsa, shuncha baland parvoz qiladi. Uchinchidan, bu ism egalari tashqi tomondan juda qattiqqo'l va hissiyotsiz ko'rinsa-da, sevgida butun vujudini bag'ishlaydigan, yaqinlari uchun tog'day tayanchdir. Ularning eng katta yashirin qobiliyati eng og'ir, inqirozli vaziyatlarda ham sovuqqonlik bilan g'alaba strategiyasini tuza olishida. Ularning ruhiyatida ikkinchi bo'lish degan tushuncha umuman yo'q. Amir, sizdagi bu yetakchilik olovi hech qachon so'nmasin. O'z yo'lingizdan aslo qaytmang. Bu videoni hayotingizdagi eng ishonchli Amir ismli insonga yuboring. Biz Trendo.ai jamoasi har qanday sun'iy intellekt bilan ishlaydigan saytlar, botlar va boshqa loyihalarni yaratamiz. Xizmatingizga qiziqsangiz, direktga yozing.